Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Asilbek Ro'zboyev kanali. Bugungi videomizda Redmi telefoningiz qotib qolib ketyaptimi? Shuning uchun ikkita lifehack. Qani buning uchun sozlamalarga kirib olamiz. Sozlamalarga kirgandan keyin bu yerdan ko'proq ulanish imkoniyati, ya'ni xuddi shu joyni topamiz. Shu yerga kirgandan keyin chop etish bo'limiga kirib, bu yerdan ikkita funksiyon qolib ketgan bo'ladi. Birinchi chop etish xizmati, shu yerga kirib olamiz va shu yerni o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'ygandan keyin bu yerda har xil printer yoki bir-ikki rasmlarni qidirish bilan ovora bo'lib qotib qolmaydi. Ikkinchisi mixomda ishlatadigan narsangiz bo'lmasa, buni ham iloji boricha o'chirib qo'ying. Bu ham telefoningiz qizib, o'yin payti qotib qolishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchisi, bu yerdan chiqib olamiz. Bu yerdan chiqqandan keyin qo'shimcha sozlamalar degan joyga kiramiz. Bu yerga kirgandan keyin xotirani kengaytirish degan joyga o'tib, bu yerda 8 GB ga o'tirib qo'yamiz. Hamma Redmi'larda har xil bo'ladi. Agar sizda tagida 12 GB degan joyi ham chiqadi. Agar sizda shu joy chiqqan bo'lsa, siz shunga o'tirib qo'ying. Bu telefoningiz o'yin payti qotib qolishini oldini oladi. Bu ham shu ikkita funksiyani bajarsangiz, telefoningiz qotmasdan ham qizmasdan o'yin payti yaxshi ishlashga yordam beradi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin.